19-asr oxirlari 20-asr boshlarida Turkiston o'lkasida katta ma'rifiy siyosiy uyg'onish harakati yuzaga keldi. Bu harakat tarixga jadidlar nomi bilan kiritildi. Jadidlar xalqni jaholatdan chiqarish, zamonaviy ilm-fan va ta'limni rivojlantirish, milliy ongni uyg'otish yo'lida fidokorona mehnat qildi. Turkistonda jadidlar harakatining yetakchi namoyandalari qatorida Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat va Cho'lpon kabi fidoyi ziyolilar bor edi. Jadidlarning bosh maqsadi millatni uyg'otish, savodsizlikni tugatish va zamonaviy dunyo bilan hamnafas bo'lish edi. Ular yangi usuldagi maktablar ochdi, darslik va qo'llanmalar yozdi, gazeta va jurnallar nashr qildi, teatr va adabiyot orqali xalqning ongini o'stirdi. Masalan, Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining Padarkush dramasi orqali jaholat va savodsizlik oqibatini ochib berdi. 1930-yilda ko'plab jadidlar xalq dushmani degan soxta ayblovlar bilan qatag'on qilindi. Ularning aksariyati qamoqqa olindi yoki otib o'ldirildi. Shunga qaramay, jadidlar qoldirgan ma'naviy meros bugun ham mustaqil O'zbekiston tarixida o'chmas iz qoldirgan.